Bektemirdan uchastka qidirgan akalar shoshilmasanglar bo'lmaydi. 376 sotixli mana shu tayyor patkulch holatdagi uchastkamiz atiga $89,000 ga sotiladi akalar. Egalari juda ham yaxshi insonlar ekan. Srochniy narxga mana shu narx qilib belgiladik. Lokatsiya juda ham zo'r. Bektemir postgayidan 500 metr o'tganimizda sentralniy Binokor chorrahasining bo'yidan atiga 30 metr kirganimizda, ya'ni katta yo'l yuziga yaqin bo'ladi. Planirovkasini ko'rishimiz mumkin. Katta darvozaxona, bu yerda tapchanli joylar, letniy kuxnalarni qo'yishgan. Ko'cha tarafdan sanuzilni ham ko'rishimiz mumkin. Binoning yon tarafida ham hovlilari bor. Kelajakda yo'g'on bino solish mumkin. Asosiy binoni ichkaridan tushuntirib beraman. Uyimizga kirib keladigan bo'lsak, mana shunaqa hol koridor bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'lda birinchi xonamizda zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Uyimizda полностью теплый pol qilingan. Chapdagi xonamizda kuxna bo'ladi va dal yuradigan bo'lsak, o'rtada sanuzilni ko'rishimiz mumkin. Kattagina razmerda vanna va bu tarafda hojatxona alohida qo'rilgan. Va dal yuradigan bo'lsak, 3 ta yotoqxonani ko'ramiz. O'ng tarafda birinchi bolalar yotoqxonasi, orqa hovlisi ham bor, ko'rib turgan edi. O'rtada ikkinchi bolalar yotoqxonasi va bu yerda uchinchisi katta yotoqxonasi o'zini sanuzi bilan birga. Toshkent shahrining bironta bir nuqtasidan bunaqa narxda uy topa olmaysizlar akalar. Bektemirdan uchastka qidirgan tanishlar bo'lsa, tez tashab qo'yinglar. Srochniy variant pastdagilar nomerini qoldiramiz.